Bemorda urug'lar chiqdi. Operatsiya 10 daqiqada tugadi. Operatsiya qildik, tuxumini ochdik. Xudoga shukr, juda ham yaxshi urug'lar chiqdi. Tez operatsiyasini o'zida iloj chiqdi. Endi shu yerda ochig'i ba'zi bir bemorlar ham aytadi, o'zim ham o'ylanib qolaman. Shu ozgina operatsiya bilan bemorni xursand qilishimiz mumkin yoki xafa qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Lekin shu narsani, masalan, bemorda 14 yildan beri urug'i 0 bo'lgan, 14 yildan beri hech kim aytmagan gapni aytganimdan xursandman. 14 yildan beri hech kim konkret senda urug' bor, urug' yo'q, bolali bo'la olasan yoki bolali bo'la olmaysan degan gapni aytmagan. Shu narsani aytganimdan xursandman. Allohga shukr, Xudo shu narsaga bizni sababchi qilganidan xursandman. Xudo xolasa barcha bemorlar dardlariga Xudo shifo bersin. Shunaqa yaxshi xursandchilik xabarni aytish, hammaga aytish bizga nasib qilsin.